Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli bog'bonlar, do'stlar. Bo'ronboy yaxshimisiz? Mana hozir bir barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga xayrli bog'lardek muvaffaqiyatlar qozonishini xohlaymiz. Chunki har bir bog'bon yaxshi niyatda daraxt ekadi yo o'simlik ekadi. Mana buni ishbodani mineral o'g'itlar ishlab chiqarish zavodidamiz. Smart Fair deydi. Smartphone, smart televizorlar chiqaradi. Mana endi o'sha o'g'itlarni ham aqlli smart fairlar. Mana hozir Mo'lonboy o'sha zamonaviy agronomlarimiz smart fair nima ifodamizdan chiqqan aqlli o'g'itlar haqida ma'lumot beradi. Marhamat. Xo'p, boshlanishiga smart fair o'g'itimizdan smart fair biosuper fosfat o'g'itiga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'g'itimizda qolgan o'g'itlardan afzalligi nimada? Tarkibida azot bor, fosfor bor, tarkibida 1% azot bor. Bu azot qanaqa azot deydigan bo'lsak, bu azot organik azot. Ya'ni organicheskimi? Organik azot. Ha. Ya'ni bizda azot turli xil turlar bo'ladigan bo'lsa, misol karbamid azoti bor, ammoniy azoti bor, nitrat azoti bor. Noorganiklar. Noorganiklar. Lekin organik azotni afzalligi anorganik azotlarga nisbatan boshqacha bo'ladi. Bu o'g'itimizda ajratib turadigan narsasi ham xuddi shunday. Ha, shunda farq qiladi. Azotni undoq ko'rib turib ko'pchilik aytadi, 1% azoti bor ekan, bu hech narsa qilib bermaydi deb haligi salbiy fikr uyg'onib qolishi mumkin. Unaqa emas. Buni tarkibidagi azot organik azot bo'lganligi uchun anorganik azotga nisbatan ancha bir necha barobar yaxshi effekt beradi desak ham bo'ladi. Buni tarkibidagi fosforga to'xtaladigan bo'lsak, fosforimiz ham uzoq vaqt davomida, ya'ni tuproqqa solinadimi yoki eritib beriladimi? Eritib berilganda ham uzoq vaqt davomida, ya'ni yil mobaynida ildizga fosfor bilan ta'mirlab to'yintirib beradi. Shunaqa. Ha, demak buni hali kafelni расширениyalarga yompusga solib eritsa ham tez eruvchanligi bor ekan. Erish xususiyati yaxshi. Birinchi o'rinda deng. Erish xususiyati yaxshi. Endi tomchilatib sug'orishda nima forsunkasini qalinligi yoki o'sha teshigini o'lchamiga, forasini o'lchamiga qarab demak shu forsunkasinidagi teshigini razmeriga yoki o'lchamiga bog'liq bo'ladi. Agar juda mayda bo'ladigan bo'lsa, tarkibida erish qiyin bo'lgan moddalar bor, lekin fosfori, azoti 100% suvda eriydi. Erib ketaveradi. Erib ketadi. Ha. Kafelni расширениyalarga juda yaxshi ekan. Shunaqa. Keyingi mahsulotimizga o'tadigan bo'lsak, bu super kaliy. Super kaliy mahsuloti, tarkibida 57-60% kaliy bor. Buni odatdagi o'sha mahalliy sharoitda foydalanadigan kaliydan qanaqa afzalligi bor deydigan bo'lsak, buni eruvchanligi yaxshi. Birinchi navbatda har qanaqa tuproqqa yoki har qanaqa ekinlarga bersa bo'ladi. Eng afzallik tomoni hozirgi buni bizda eng afzallik tomoni katta dala maydonlarida foydalanadigan bo'lsa, misol uchun g'alla yoki g'o'zada foydalanadigan bo'lsa, sochiluvchanligi yaxshi. Sepish uchun yoki boshqa qilish uchun juda qulay bo'ladi. Ham suvda erishi ham oson. Ham suvda erishi oson. Yo'mkislarga eritib, kafeldan berilaveradi. Kafeldan bersa bo'ladi. Hamda azot sifatida o'sha ostiga kultivatsiya usulida bersa ham bo'laveradi. Shunaqa. Bu tomonga ham ketaveradi. Hamma usulda foydalansa bo'ladi. Foydalanish uchun juda qulay. Bunda asosan kaliy. Bunda asosan kaliy. Tarkibida faqat kaliy bor. Faqat kaliyni o'zi. Boshqa makroelementlar foydalanilmagan. Demak, keyingi mahsulotimiz Smart Fair 15-15-15 plus 15 o'g'iti. Bu mahsulotimiz fermerlar orasida, dehqonlar orasida juda mashhur. Asosan keng foydalanilayotgan mahsulotlarimizdan bittasi. Buni afzalligi tarkibida makroelementlar bir xilda taqsimlangan, ya'ni 15% azot, 15% fosfor, 15% kaliy. Shuning uchun 4-15 deyiladimi? Shunaqa. Qo'shimchasiga 15% oltin gurt oksidi ham bor. Shuning. Bu mahsulotimiz hamma ekinlar uchun bir xilda foydalansa bo'ladi, hamma ekinlar uchun bir xilda foyda beradi. Tarkibidagi shu azot deymizmi, fosfor deymizmi, hammasi tuproq tarkibiga tushgandan keyin birdaniga sarflanib ketmaydi. Uzoq vaqt davomida, demak, o'simlik ildizini uzoq vaqt davomida quvvatiga qarab. Shunaqa. Havo isib ketsa to'xtab turadi. Shunaqa. O'ziga kerakli havo bo'lganda tortadi. Endi tushundim bilan aqlli o'g'it. Shuning uchun 4-15. To'g'ri. Hammasi 15%. dan. Hammasi 15%. Rosa biz bop ekanda, bo'lmasa dehqonlar bor. Qoyir. Endi buni sherigi bor. Endi buni sherigi bor. Bu o'g'itimiz o'sha Smart Fair 821 o'g'iti. Bu 4-15imiz
sof anorganik o'g'it bo'ladigan bo'lsa, bu organi mineral o'g'it. Ha, bu organikmi? Bu organi mineral o'g'it. Ha. Tarkibida ham organikasi bor, ham mineral o'g'itlari bor. Demak, 8% azotimiz bo'ladigan bo'lsa, 21% fosforimiz bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchasiga 20% organik moddalari ham bor. Ya'ni gummi fulvik kislotalar bilan boyitilgan o'g'itimiz. Ha, ha. Bu nima bizga samaradorlik beradi deydigan bo'lsak, ko'pchilik dehqonlar biladi, o'zi yerlarimizda tarkibida foydalanilmasdan yotgan fosfor ham bor-da. Yerda o'zida ham bor. Yerda o'zida bor. Buni tarkibidagi organik moddasi agar o'zida fosfor yetarli bo'lib turadigan yeringizda fosfor yetarli bo'lib turadigan bo'lsa, haligi fosforni ham o'zlashtiruvchan holatga keltirib beradi. Bu ishlatib beradi deng. Shu ishlatib beradi. Obrobotka qilib. Shunaqa. Ha, shuni hisobiga Smartfert. Shunaqa. Ha, demak bu ko'pchilik qiziqadi o'sha, demak shu dan foydalangandan keyin o'sha mevalarni saqlash muddati o'zgarganda chirish xususiyati yo'qoladi. Shunaqa. Qishga saqlagani masalan olma deysizmi, uzummi, nokmi uzoq saqlangan narsalar shuni hisobiga chirimas ekan. Shunaqa. Chet eldan kelgan o'sha chet el texnologiyasida endi bular bizga yangilik. Demak bu o'g'itlarimiz o'sha mevalarimizni qishga saqlagani chiritmaslikka garantiya beradi. Demak, bular nima uchun aqliy o'g'it deyapmiz? Bular tuproq tarkibiga tushgandan keyin, demak, o'simlik o'ziga kerakli element har doim talab qiladi. Har doim o'ziga kerakli element talab qiladi. Ba'zi o'g'itlarimiz bor, tuproq tarkibiga solib qo'yganingizdan keyin to'xtamasdan element berish boshlaydi. U o'zi o'simlikka kerak bo'lgan paytda o'zi tuproq tarkibida haligi element qolmaydi. Smartfert o'g'itlarida unaqa emas. Demak, o'simlikka qaysi element kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani yil davomida vaqti bilan berib turadi. Shuning uchun mevalar sifati yaxshi bo'ladi, lanishi ham o'z vaqtida chiroyli holatda chirimaslikka saqlagan kafolat beradi. Ha, tushunarli. Demak, o'zimiz eski prostoy o'g'itlar haydaveradi. Shunaqa. 120 gazni bosib. Shunaqa. Ular bilan solishtiradigan bo'lsak, mana bu super karbamid o'g'itimiz. Super karbamid o'g'itimiz. Demak, oddiy karbamidni tuproqqa soldingiz, suv quyganingizdan keyin yoki yomg'ir yog'adigan bo'lsa, uzog'i 1 hafta, 2 haftada temperatura va namlik natijasida buni tarkibidagi azot uchib ketadi yoki o'simlikka qanchadir qismi o'zlashtiriladi, o'zlashtirilmaydi. Bunda nima yechim qilingan? Bu ham yangi texnologiya, slow release deydi inglizchasiga. Ya'ni buni tarkibida ingibitori bor. Tuproq tarkibiga tushgandan keyin, ya'ni o'sha azot parchalanishini yoki o'simlikka o'zlashtirilishini sekinlashtirib o'zini boshqaradi. O'zini o'zi boshqaradi. Ha, bu demak bizda mochovina deyiladi tilimizda. Mochovina opasniy ham juda ham o'zi. Demak bu o'sha xavfsiz qilib ishlab chiqarilibdi bo'lmasa? Shunaqa. Super karbamid. Yangilik bo'lma. Ingibitor borligi sababli yil davomida sekin ta'sir qilib, sekin parchalanadi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hurmatli bog'bon do'stlar, mana ko'rib turgan barcha hozir mana nimada guvohi bo'ldim. Qirg'izistonda представители turibdi, Qozog'istondagina. Astanadagi demak o'sha ko'p qirg'izistonlik do'stlarimiz so'rashadi-yu. Demak, Qozog'iston bilan Qirg'izistonda ham o'sha ifodani mahsulotni topsa bo'lar ekan. Hozirgi vaqtda aynan mana super kali o'g'itimiz Qirg'izistonga eksport qilingan. Mana Qirg'izistonlik do'stlar bilib olinglar. Qirg'izistonda o'sha agro magazinga borib ifodani mahsulotni sanaydi bor ekan. Demak, mana Smartfertlarni foyda zararini bildik. Shuning uchun mana zavodda turib intervyu qildik. Ozmi ko'pmi shu bizni bog'bon do'stlarga O'rta Osiyodagi o'sha dehqonchilik madaniyati, ya'ni nimaga o'sha bizni O'rta Osiyomiz ob-havosi juda ham fasllar to'g'ri taqsimlangan. Demak, aql bilan ozgina o'sha aqlli o'g'illardan bersa yaxshi bo'lar ekan. Erta bolalarga rahmat, bo'la olmaysam sog' bo'ling, kattangiz bo'ling, salomat bo'ling.